Bugün okuyduğum kitabımız Set Ördek Çöcüsü. Ana ördek öt çöp dövüsüde tuxum besip yürüp pek yerip gitipti. O tuxum besip atqılı xeyli günler boptike. Ahire bir günü onunki tuxumlardan çöcüler çıkışqa başlaptı. O şunchalik xo'shal bo'lib ketibdi. Chiqisha qizim, chiqisha, ittik chiqisha. O amma qizlarim chiqa debdi. Ammo onun ichidagi ham yo'g'on, ham rangi qaramtil bo'lgan bir tuxumdan zodi cho'chi chiqilmabdi. Ördek noit ichi titit bo'lib ketibdi. Qanday gap bu? Chiqa qizim, chiqa. Sallam qolding. Qara, ochlarining, aqllarining hammasi chiqib bo'ldi. Chiqa qizim, chiqa debdi. Deb shundoq deb toza tuxumga gap qilib jiroq turgan yana bir ördek degidek. Hey ördek amma, man qarg'ina. O qulondiki hech ördek tuxum o'xshamaydi. To'g'rining tuxumi nima? debdi. Buni anglagan ördek ancha xo'shal bo'lib ketmabdi. Bu qandoq sig'mi ördekning tuxumi? To'g'rining tuxumi bo'lsin. Bu mening tuxumim deb turishiga ishchidan qaras qurusqa ovoz anlabdi-da, yo'g'on bir ördek jujusi chiqibdi. Bu cho'chak hem yo'g'on, hem pastlikka. Ördek ana bu cho'chi bolasiga qarab hayron qolibdi. Bu mening bolammi? Ajab yo'g'on tug'ilib chiqibdi-ya bu ördek boshqa bolalarga qaraganda debdi. Shuning bilan, men bir so'qsab baqaychu, agar bu cho'ng ördekmi sud uzalsa, buning hammasi mening bolalarim debdi. Shuning bilan bu kichik ördeklarni orqaga agashtirib, o'tib ko'l bo'yiga beribdi. Ularni birdan so'q tashlabdi. Hammasi o'chib shunchalik xo'shal o'ynab ketibdi. Yo'g'on ördek cho'chisimi shunchalik xo'shal o'ynabdi. Suvdan shunchalik rohatlanib ketibdi. Ördek ana buni ko'rib, hamma mening bolam, cho'ngim mening bolam, kichikim mening bolam, satim mening bolam, chiroyli mening bolam, hammanglar mening yurak parlarim deb xo'sh bo'lib ketibdi. Ham ularning o'ynishiga qarab, suyunib ko'zlaridan o't chiqibdi. Shunchalik chaqnab ketibdi ördek ananing ko'zi. Shuning bilan bu ördek bolalari cho'ng'ish boshlabdi. Heliqi yo'g'on ördek cho'chisi bo'lsa, boshqalarga qaraganda texim yo'g'on, texim basiq bo'lib cho'ng o'g'iltiribdi. Boshqalar hammasi bu g'atlikdan halida his qilib ördek anaga deydi ekan. Hey ördek ana, nimandaq hamma cho'chilaringdan bir tal cho'chang faqatlam o'xshamaydi, g'alitilam. Boshqa ördek bolalarga qaraganda bu ördek bolasi sal satrakmi qanda deydi ekan. Ördek ananing ko'nglini oyobmi qo'ymay. Ördek ananing buni anglasa, ko'ngli qanchalik beram bo'ldi-a? Qiziq ekan bu qo'shnilari. Shuning bilan ördek ana ularning ba'zi jaqqigan gaplarini ilik oldi ekan, ba'zi jaqqiliklar olmaydi ekan. Shundoq bo'lgandimi, ördek ananing ko'ngli yanada yerim bo'ladi ekan, chunki bularning hammasi ördek ananing yurak parlari emasmi? Shuning bilan, lekin bu ördek bolasi bundaq gaplarni anglayvergandan keyin o'zidan sal aymandigan bo'lib qopti, ham o'ylaydigan bo'lib qopti. Nimishqa men ochilarim, aqllarimdan ham cho'ng, ham ularga sal o'xshamayman. Nimishqa hammadan meni g'alita deb qaraydi, deb boshqa ördek bolalarga qo'shilib o'ynamaydigan bo'lyapti. Buni ko'rgan ördek ana ko'ngli sal yerim bo'lgan bo'lib qopti. Shundan bu ördek bolalari bilan o'ynamay yolg'iz yurishni xohlaydigan bo'libdi. Davomli ko'ngli yerim xoplam yuriydi ekan. Bir kuni u bir tug'an yov ördek sazliqqa kelib qopti. Yov ördek hammasi uning qarab qaq deb vaqirishib ketibdi. Ular debdi-da, "Hey, sen kim o? Nimachilar satsan? Nereden geldin? debdi. Ular, "Men ördek bolasi, men ördek" deyishimlar hammaylar vaqirishib, cho'qirishib, uni zangliqlashib ketibdi. Ördek bo'lsa, texim ko'ngli yerim bo'lib ketibdi. Shundan bir kuni osmonda uchib kelayotgan
bir ödek balasını görüptü. Wow, a ödek balası bana oxşamlı qanda depdi. Lekin qandaqdır o ödek balasını birdemla ovchilar tutib ketib qapti. O ovchiniki işte dexe kep bu küçük ödek balasını purab qo'yib bir yal ötüp ketib qapti. Hanim bolsa bu küçük sat ödek balasını tutib ketmepti bu ovuşdi. Şunun bilan o ovuşdi ketgandan bu ödek balası bir ko'lning bo'yiga beribdi da o'ziga suvda qarab beqibdi. Qarasam o o'zim bekmi sat emas. Lekin haqiqatan sat o'xshayman ha, o'zimga sat ko'ringanim bilan. Qara, ishitma meni tishlayapti. deb ishitma meni qo'rqitma ya deb o'ylabdi. Shuning bilan u mengibdi. Oxiri bir mo'mayning eshigini oldiga kelib to'xtabdi. U mo'mayga debdi: "Ay mo'ma, sen meni beqib ola?" debdi. Mo'may debdi: "Sen tuxum tug'alamsan?" debdi. "Yo'q" debdi. "Unda qolsa men seni boqolmayman" debdi mo'may. Ödek bolsa hayron qilib ma'qul deb ketib qapti. Mushukning uyini qarab: "Ay mushuk, sen meni balam qilib beqib ola" debdi ekan. "Sen miyanglamsan" debdi ekan. "Yo'q" desa. "Unda men seni deb boqaman" debdi. Ödek yana ko'ngli yerim bulab deb ketibdi. Shuning bilan bu sat ödek manga deb ketaveribdi. Shu oraliqda qishlarmi kepti, so'qoq vaqtlarmi kepti, qormi yig'ibdi, bo'ronmi chiqibdi. Lekin bu sat ödek o'zi yolg'iz yurib hamma ishga chiniqibdi. Bo'rondan qo'rqmaydigan, so'qoqqa chidaydigan bo'lib, noydim kuchlik bo'lib cho'ng bo'pti. Oxiri bir kuni yoz kepti. Hammaga isibdi. Gullar yopirmoq chiqiribdi. Ondan keyin gullar echilish boshlabdi. Xuddi hozirga o'xshash. Hozirmi uyanglarni atrofida qarsanglar daraxtlardan yopirmoq chiqarish boshladi. Ondan keyin gullar echilish boshladi. Shundaqmi? Shundoq turibdi. Bir kuni atdigan uxlab yotsa, o'qishlarning vichir qan ovozi o'g'inib ketibdi. Shuning bilan u bu lazan ovozlardan o'g'inib, shunchalik ruhlanib ketibdi. Shuning bilan ko'l bo'yig'iga qanotlarini kargan bedi bir uchib ekan. Wow! Bu sat ödek bolasi osmonga chiqib uchibdi. Qanotlari ixtiyorsiz holda osmonda laylabdi. Ushqon sari egiz o'rlabdi. Buningga o'zim ishonmay qolibdi. Wow! Ajab egiz ucha oladi ekanman ha debdi o'ziga. Bu sat ödek bolasi ucha xeyli uzoq uchibdi. Oxiri uchib osmonning qahrida o'ziga o'xshab qoldigan bir necha oqqularni ko'ribdi va hayron qolibdi. Tova, menga ular ajab o'xshaydigan-a? Ularmi sat ödekning bolasikan-ku? Men yolg'izlam sat emaskanman debdi. Shuning bilan u oxiri bir ko'l kelib tushibdi. Haliqi 3 sat ödeklarmi shu o'xshash ko'lga kelib tushibdi. Shuning bilan bu sat ödek bolasi o'zi o'xshaydigan boshqa 3 ödekka qarab asta uzib beribdi. "Ey, sizlar ajab sat ödek bolasikan-sizlar-ku. Sizlar men o'xshamsizlar qanda?" debdi ekan. Haliqi 3 turna bo'lsa, ha deb kulib, bu turna qarab zongli qilib ketibdi. Ohoy, sen nada ko'milib qolgan oltin? Shunchalik chiroyli tursan-yu, o'zingni sat ödek o'xshatyapsan? Sen ödek qirg'anda qanchalik go'zalligingni uqmaydi ekansan-jimi? debdi. Lekin bu sat ödek bo'lsa, bular meni masxara qilyapti deb ko'ngli yerim bo'lib, asta uzib ketib qopti. Shuning bilan u ko'ngli mayis bo'lib, bir ko'lchakning bo'yida turib olsa, 3 kichik bola yugurib kelibdi. Shuning bilan
Ördek, saat ördek balası qarab, "Vau, qaranglar a turnaga. Nemdegan tükler oppoq a? Bo'ynining uzunligiga qaranglar. Vau, nemdegan chiroyli. Tumshuqlariga qaranglar. A bo'ynining egmasiga qaranglar. Ajab chiroyli ekan a. Ajab chiroyli ekan." degan cho'ldirgan bolalarning o'zlarining qattiq maqtayotganligini anglab, bu saat ördek balası aslida o'ziniki bir ördek bo'lmasdan, balki shundoq chiroyli bir turnaning balasi ekanligiga haqiqatan ishonibdi. Shuning bilan u xo'shliqidan bu yo'llarni egiz ko'tarib, o'zining chiroyli ekanligiga haqiqatan ishonibdi ham o'zini men degan chiroyli turna debdi. Shuning bilan hikoya tugabdi.